har safar eslasangiz kulgisi kelaveradigan narsa bo'ladi-yu, lekin o'zi bu narsaga kulib bo'lmaydi. Endi mana qitimir iplaslar deb bo'ladi shunaqa narsa. Hali bitta yaqin oshnamizni qanaqadir uyda janoza bo'lib qoldi, o'tib qoldi kimdir. Patoga boradi, ertasi kuni duo qilib qo'ygan kichkina bolalar ham masalan to'planib, bir kishinikida borib, tahorat olib ashada uyda borki do'ppilar yig'ishtirib, biz ham bordik 5 kishi. Kirdik, Ali aka aytayapti. Bolalar o'qiydigan aka o'tib ketdi, ichinglarda o'qiydigan odam bo'lsa chiqib o'qursin, deydi. Hali qitimir oshnam ha, mana bola o'qiydi, chiqing, o'tiring. O'ting oshna dedi. Hali bola o'tib o'tirib oldi. Shunishinglar uchun aytaman, ona bola o'zbek, lekin Rossiyadan kelganda u tushunmayapti nima bo'layotganini, tushunyapsizmi? Bilmayapti. Biz mashinada o'tiribmiz. Kulib yormaslikda hali joyda. Qitaylasam ham unaqa kulgisi kelmaydi. Ona bolani miyasiga arabskiy VPN yaqib besh. Uluka more dubzeloniyni aytib bermaydi-yu. Turib hali 1 minut jim turib, "Uka, siz o'qiysizmi?" deydi hali oshnamga qarab turib. "Ha, 4-maktabda o'qiyman" dedi-yu.